Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Bugungi ikkita yarashga sog'lig'imiz bor. Qo'zi. Mana shu 8 oylik, 10 oylik atrofida bo'ylari, hozir to'liq ma'lumot beraman, bo'ylari hamma haqida. Mana garbunolari, kalla ko'rinishlari mana. Go'zallaridan boqaman deganlarga mana jullari ham toza simjunidan, yiltiridan mana. Orqa razrezlari, mana quyruqlari qochishga oson. Mana bunisi ham ponni razrez. O'ta go'zalidan deganlarga, zot uchun qo'y qo'laman deganlarga mana chiroyli, hali ishlamaganidan 8 oylik, 10 oylik atrofida. Hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Akalar quloq 19. Ikkalasini o'lchaganman. Quloqlari 19. Mana shirinalar, garbunos. Quloqlari 19. Hozir o'zimligim uchun bir kishi o'lchash qiyin. Shunga to'g'ri tushunasizlar. Mana hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Bo'ylarini yerdan, mana yerdan necha ko'rsalaring, shunga pul berib olasizlar. Bunisini bo'yi tikroq bo'lsa kerak. Mana ikkinchisini bo'yi pashti bir xil. 80 oshiqroq hozir. 80 pilis. Endi o'sadi bular hali. Qo'shqo'rg'on qo'shishga halicha erta. Sentyabrlarga yaxshi vaqtda tayyor bo'ladi. Hali yosh. Tishlari o'tamaydi. Hozir tishlari ham ochib ko'rsataman birma-bir. Mana tishlari o'tamaydi mana. Hali buzmaydi, hali beri buzmaydi. Bunisi ham. Mana. Hali tishini buzmaydi. Tishlari mayda. Kastaklari yotmagan. Oyoq qo'llari uzun. Hali o'sadi. Buni birinchi quyruq mana. Narxlar havasi ham cho'ntak bor. Xudo xolasa 9.800.000 dan ikkalasini bir joyga bo'lsa, dastavkaga yetkazib beramiz. Videolarimizni Namangan tuman Tepao'ron qishlog'idan oldik. Bugun hafta kuniga seshanba 2-iyun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.